Bu 1 kilogramm marmelad. Ammo bu 30 ming kilogramm marmelad. Men buni tayyorladim chunki bolaligimdan beri dunyodagi eng katta marmelad hovuziga sakrab tushish qanaqa bo'lishini orzu qilganman. Avvaliga akamning hovlisida chuqur qazishni boshladim. Lekin tez orada bu ish uchun butunlay boshqa usul kerakligini his qildim. Oddiy usulda suvni qozonga qaynatib, kukunni aralashtirib, so'ng muzlatgichga sovutish orqali tayyorlansa, bu menga 3000 marta takrorlash va 3 oy vaqt talab qiladi. Shuning uchun men 655 gallonli bochka, maxsus payvandlangan kran va propanli olovni yasab oldim. Har bir bochkaga suv, jelatin va qizil bo'yoq qo'shdim. Qaynab chiqqach, har kun 7 kun davomida hovuzga qatlam-qatlam qo'yib bordim. Sovutish masalasiga kelsak, bu yerda ona tabiat o'zi bilan hamkorlik qildim. Shahrimning iqlimini o'rganib chiqib, harorat har kecha muzlatadigan darajada sovuq, 3 haftalik mukammal vaqtni tanladim. Buni amalga oshirish juda og'ir mehnat talab qildi, lekin yakunda hammasi ish berdi. Chunki rostini aytsam, marmelad hovuziga sakrab tushish men tasavvur qilganimdan ham ancha ajoyib chiqdi.